O'zi oramizda eng tez yuguradigani kim? Men qana nima senlar yugura olmaysanlar-ku? Mani qanaqasiga qara yugurishimni. Bu yurishi, davay bellashamizmi? Bellashaman, oyoqlashaman ham. Davay. Nima ish qilsam ekan? Men bu polizimni tozalay desam, bugun ertalab tozalaganman. Mayli bir bola qilay, unaqa bo'lsa, aytgancha barchaga assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan yana men o'sha Krip. Mening videorolimga xush kelibsizlar. Valloh, qalaysiz, yaxshimisiz? Jigarlar xullas. Kim chaqirdi? Ozgina men chaqirgandek bo'ldim, ozgina. Krip bu yoqqa nimaga chaqiryapti? Assalom qishloq, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing qalay? Yaxshi, xo'sh, qanday meni chaqirding? Xullas, kalom. Bugun biz 3 ta qishloq bilan, men bilan 3 ta xullas, bugun biz ham baza qilib bitta yugurish bo'yicha musobaqa o'tkazmoqchimiz. O'tkazinglar, menga nima aloqasi bor? Sen o'zing bitta o'zing cho'tga qilib nima bo'yrasan, boshliq bo'lib berasan. Bo'ldi, qag'ras nima qilishni o'ylayotganim. Lekin kubik kerak-da bizga. Kubik qattiq olaman kubikni. Bilmadim, so'rab ko'r. Mayli, qattandir topaman-da. Xo'p, davay, o'zing bilasan endi nima qilishni. Bo'la, kubik deydimi? Qattan topaman kubikni. Bo'la, agar oltin kubikni aytayotgan bo'lsa, xo'p, bu juda ham qimmat turadi. Kim ma'ruf qilyapti yana? Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom Karim, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay. Yaxshidan oldimga ketasiz. Oldingizga xo'p ovoz boraman. Oppa bolalar, oldiga chaqiryapti meni. Nimaga chaqiryapti bilmadim. Qachon qaraman, meni chaqirishadi. Bugun mazza qilib bitta bola dam olaman degan, lekin zato meni chaqiryapti. Sen qochib yur, nima qilib tursa, o'zing suyxurgar ekansan-ku. Eshikdan kirib ketdim ichga. Assalomu alaykum yana bir mer. Va alaykum assalom. Xullas ko'ram, seni eshitgan bo'lsang kerak. Nimani? Shu 3 ta qishloqqa musobaqa o'tkazmoqchi. Adam bo'yi hozgina ochgandi. Xullas, o'shancha menda kubik bor, o'shani lekin hozir dastlabkada o'shani olib kelib berishgandan keyin o'shani cho'tga qilib sen o'shalasini musobaqa qilasan, tushundingmi? Kubik qattiq olaman. Hozirgina aytdim, tasab qildirganman deb olib kelib berishadi. Mayli, mer qattaligini bilmadim, lekin hozir dastlabga qatta qaysi tarafdan keladi? Har doim qaysi tarafdan kelardi? Mayli, voy bola. Jiniga o'xshab qoldim-a, bola merni oldida. Bilmadim, lekin nima uchun jiniga o'xshab qoldim, o'zim ham bilmayman, bola. Har doim bilaman o'z bola. Mana bu tarafdan keladi har doim sakas. Sababi yo'l ushatda bo'ldi, boshqa yerda yo'l yo'q. Mana bu tarafda bor, lekin bola bu o'sha bola buyurtmachilarni markazidan olib bormaydi bola. Endi o'zingni kutamiz, nima ham qilardik? O'zingni kutib endi bola, zakazni o'zimiz olib kelamiz. Menimcha men o'zimga qo'ng'iroq qilsa kerak, meni nomeri bergan bo'lsam kerak, har doim shunaqa qiladilar. Agarda menga o'zim zakazni olib kelib berishim kerak bo'lsa, har doim menga qo'ng'iroq qilishadi bola. Bilmadim endi bola, tak endi esa bana polzim bir bola qilsam ekan. Yo'q, bilmadim bola. Bilmadim, trassa qurishga ham avvalo bu nima bo'ldi? Trassami deyman, bola, sen buni qatdan bilding deganlarcha, men buni oldin bilganman bola. Prosta sizlar uchun video uchun qilib berayotganim, xolos bola, men trassani cho'tga o'zlab qurishga mana qilsiz qilib bilan mana bu tarafda yugurishadi bola. Qaranglar, вообще sirpanchiq, lekin bola yig'ilib tushsa oyoq sinchadi. Mana bu tarafda esa bola o'sha bola manzara. Qanaqa manzara bola? Voy balaga, qanaqa manzara bola? Manzil. Yo'q, manzil emas bola, nima edi? Voy bola, nomi yoddan chiqadi xolos. O'sha bola yetib kelishadi, yutishadi xolos bola. Hozir boramiz endi. Kim bora qilyapti yana? Zakasiya. Assalomu alaykum Murat. Va alaykum assalom Murat. Xolos kelib zakaz keldi. Moshdan tashib ketganman o'shanning ichida. Moshdan nima tashib ketdingiz? Endi bu moshtamaga kerak emas. Nimaga? O'chib tashadimi? Bola, bilmadim, jahil chiqayotgandir. Mayli bola, aytmasan turib o'chib tashadi, endi borib olib kelishimiz kerak. Mashina bilan boshlanmagan. Yo'q, mayli bola, o'zi ozgina yaqingina yuru. Piyoda borib kelaveraman. Hozir boramiz-da bo'lib, o'sha zakazni olib kelamiz. Yo'q, endi mana bu taraflarda u bola hozir borib, o'sha zakazni olib kelamiz chiganlar. Va mana ekan mashina bola topdim oxiri, tak buni ichida endi zakaz bo'lishi kerak. O'sha kubik bola, xo'p, bu qanaqa mashina bo'ldi? Bola, Chevrolet o'zimizning O'zbekiston bola, O'zbekiston 70-75, lekin men bola Surxondaryolik, Qashqadaryolik emasman bola. Xo'p bola, lekin cho'tki mashina qaranglar, O'zbekistondan ishlab chiqarilgan bu mashina. Lekin bola O'zbekistonda emas, axir bola bu Chevrolet Camaro menimcha boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan bo'lsa kerak. Endi bilmadim bola, bu bo'yicha men o'tirib oldim. Nimaga o'tirdim bola? Stop, eshigi ochiq ekan bola, boya aytgani kerak emas deb endi mashina o'chirib tashlaganda, mana bu orqasida bo'lish kerak menimcha zakaz.
Aman o'zi bola, u kubok bola qaraylar, sekin bola. Menimcha bu chestni oltin bo'lsa kerak. U oltin bola sekin-sekin. Endi buni sekin sindirib qo'ymasdan cho'tki qilib o'berishim kerak. Aman stolchiliklar nima kerak deysizlarmi? Bu prosta bola o'sha operator, qanaqa operator bola? Nima edi bola? Nomi xullas bola, o'sha o'yin tashkilotchilarini bola o'tirish uchun joy. Tak endi siz boramizda, o'sha joyga qurib bola cho'tki qilib, jitalarini o'zim bellashtiraman, cho'tki qilib endi bola. Men o'zim sudya bo'laman, boshqa hech kim sudya bo'lmaydi ham, yerni o'zi menga topshirgan. Qishloqlarim ishonishgan. Mayli bola, bo'besam bo'veraman, lekin bola qaraylar, vobshe cho'tki mashina ekan. Chevrolet Camaro, lekin unchalik ham tez yurmas ekan degan gapni qaytarib olaman bola, sababi normalniy bola, unchalik emas u. Amal kella bola shuni parkovkaga olib qo'yib, bilmadim bola, endi bu mashinani nima qilaman, amal egasi kelib olib ketardi bola. Endi qaysi ahmoqqa bunaqa mashina kerak bo'lmasligi mumkin. Mayli bola, faqatgina boylarga, millionerlarga, trillionerlarga kerak bo'lmasa kerak bu mashinalar. Lekin sekin mana bu yerga parkov qilib tiqib qo'yamiz parkovkaga. Voy sekin. Qanaqa bo'lyapti bu? Bola cho'ta qarata burildi hozirgina. Sezgan bo'lsangiz, videoni orqa qatarib ko'ringlar. Cho'ta bola juda ham qarata burildi. Lekin mana bu yerga sekin qo'yamiz va все bola, o'y sekin. Bola moshinacha uyat deganda bo'ldi. Yopib qolsang-chi, nima uyaltirasi odamni? Deganda oppana harakat nima bu yopilib ketyapti. Va shu tumanman deganda oppana va все bo'ldi, normalniy. Qishloqni o'zi qat degan, bu qishloq emas, bu qishloq vobshe semiz qishloqlardan qorni katta deyshar. O'sha qishloqlardan bittasi. Mana bu yerda qaranglar bo'ladi, qaysi birini taniysan deysizlarmi? Qaranglar, Ahmad desam, "How" deydi. Ahmad. Mana ko'rdilar mana Ahmad. Nomini biladi basharangga. Qaranglar bo'ladi. Endi yana bittasini aytaman. Kamola. Bu bola qiz bola, aytib bilmaylar. Deganda siz boramiz deb o'sha qirish bola, qanaqa qirishni boshlaymiz tak mana bu yerdan. Bu qirishmas, lekin bola prosta kubokni esa mana bu yerga o'rtaga qo'yamiz. Vobshe cho'tki. Deganda siz mana bu yerga stolchiklarni qo'yamiz. Ustidan bosmaylik bola, kir qilmaylik-da endi. Tak endi oppana ustiga o'tirib bordim, g'alati bola. Qaranglar, cho'tki bo'ldi menimcha mana bu yerga o'tirib oladi bola. Men o'tirib olmayman, sababi kim o'tirib oladi bu yerga bilasizmi? Hech kim, prosta bola musobaqa qilib o'tkazish uchun qo'yilgan bu narsa. Deganda esa boramiz deb qishloqlarga aytib kelish kerak. Qishloqning o'zida nomeri bormanda. "Alo, qishloqqa, nima deysan?" Tushmarim, ovozing o'zgarib qolibdimi? Ozgina o'zgarib qoldi. Nimaga? Yuguraverdim, bash qilaverdim, tamom borib ketdi. Bunaqa bo'lsa kelinglar, davay, bo'ldi уже. Bitdimi? Davay. Hozir o'zimda Trasdan yoniga o'zimizga to'planamiz desam, o'zimizga boramiz, kelaver. Xo'p, bo'la. Normal chaynalib qoldi. Keldi bola, ozgina tashqi ko'rib bizga to'y beramiz. Atkiyin bormanda bola, prosta atkiga bor. Bola boshqa hech narsa yo'q. Atkimiki bola, qaranglar. Qiyshiq atki bo'lsa ham, normal turibdi, qaranglar bola. Takkoy bola. Degansa mana bu yerda boshqa oladigan menda umuman narsa yo'q. Nima olaman? Notebook olaymi? Notebookga maqtanib bo'lmaydi. Qishloqda hammasida notebook bor bola. Boshqa oladigan hech nima yo'q bola. Davay, qilch olaymi, o'ldirib tashlayman. Yo'q, bola, qanaqa o'ldirish? Endi menimcha to'planga bo'lsa ham kerak. To'planmadim bilmadim, mana ekan u. Qishloqlar to'plandinglarmi? To'plandik hammamiz. Juda ham yaxshi. Davay, hammalar hozir xullas cho'tki bitta o'sha muzavvoni o'tkazaman. Ana bu o'zinglar bilasizlar, o'sha yerga yugurasizlar xullas. Kim birinchi kelsa, mana kubokni yutib oladi. Oltinmi? Chesti. Juda ham yaxshi, xullas to'planinglar, davay. Hop, qani. Davay, turdinglarmi? Turdik. Davay. 1 2 3 yuguringlar, davay. Nechasini oldi, sen yugurib ketding. O'zing turshang, men 3 ga sanadi-yu. Endi nima yoqqa qarabsan, yuguringlar. Davay. Sen birinchisan, davay, qishloqqa. Qo'yman yutdim. Nechasini oldi, u birinchi boshlab ketdi. Sen birinchi boshlagan. Bizga ketdik, bu nechasini bo'ldi vobshe? Bu shunda ma'lumotni ko'tarishmayapti, qishloqlar bu. Ko'tarishmayapti. Yur, xolos bu endi kubok meniki. Bilamiz hozir xudotatdir. Nima qilmoqchisizlar? Jitlar kallar joydami? Hozir turib turib. O'zini o'ldirib boshdi. Qishlog'i, nima deysan? Xolos seni tabriklayman, ana bu og'aylar bir-birini o'ldirib boshdi. Shunaqa tentak o'zlari.
Xullas, Jitel, men seni mag'lubiyat, mag'lubiyat, yutug'ing bilan tabriklayman. Mana senga kubok. Rahmat Jitel. Men Krev, chalkashtirib yuborgin. Rahmat lekin arzimidi. Bo'la qaranglar, yomon xursand bo'ldi. Bo'la qaranglar, juda hayron qoldim. Mana bu yerdagi Jitel birinchi boshlab ketdi o'zi. Shunaqa bola o'rtadagiga aytadi, mayli bola, bunaqa odamlar ham kam emas. Mayli endi bola, ichkariga qo'rib, xullas mazza qilib undan ko'ra video o'tiraman endi. Qoladigan boshqa ish qolmadi. O'sha muzofarani ham o'tkazdik. Jitellar yutdi, o'rtadagi Jitelni ismini bilmayman. Ismini chaqirsam aytardi, lekin bola u ismini hozircha bilmayman bola. Normali. To'g'ri aytayapman, nima degan o'zim ham bilmayman. Mayli bola, endi mana bu yerga o'tirib, xullas ozgina o'sha serial ko'rmoqchiman. Hoppana qilib YouTube'ga yozamdi xullas serial deb.